Bugun mavzumiz dishonchilik fani bo'yicha islom dini tarixi va mohiyati hisoblanadi. Endi Arabiston yarim orolida islom dinining paydo bo'lishi, uning kelib chiqish manbalari va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hayot yo'li haqida gaplashamiz. Arabiston yarim orolida islomgacha bo'lgan davrni biz johiliya davri deb bilamiz. Johiliya davri Arabiston yarim orolida taxminan 100 yil yoki 200 yillar davom etgan. Ya'ni bu yerda ma'rifatsizlik, ilmsizlikning kelib chiqish natijasida payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik davrini boshladi. Endi johiliya davri nima degan savol tug'ilishi mumkin. Johiliya davri bu islomgacha bo'lgan davr mobaynida o'sha Arabiston yarim orolidagi xalqlarning o'sha turli xil but sanamlarga e'tiqod qilishi, yosh qizlarni tiriklay ko'mib yuborish, jaholat, bundan tashqari islomga o'sha Arabiston yarim orolida islom dinining paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Endi islom dini paydo bo'lishi bevosita payg'ambarimizning Muhammad sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlari bilan bog'liq holat hisoblanadi. Endi payg'ambarimiz milodiy 571-yilda johiliya davrida keyin payg'ambarimiz milodiy 571-yilda fil voqeasidan 50 yil o'tib dunyoga keldilar va shuning natijasida islom dinining paydo bo'lishi uchun poydevor paydo bo'ldi. Ya'ni payg'ambarimiz tug'ilmasidan oldin onalari Omina onamizga shunday vahiy keladiki, tushlarida payg'ambarimizga Muhammad degan ism qo'yish masalasi. Muhammad so'zining ma'nosi esa g'oyatda maqtovli degan ma'noni bildiradi. Shuning natijasida bobolari Abdul Muttalib tomonidan payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam degan ism qo'yiladi. Va shuning natijasida islomga da'vat etish bo'lmaydi-yu, payg'ambarimizning yoshliklari bevosita o'sha Arabiston yarim orolida Makkada kechadi. Makkada juda ham iqlim issiq bo'lganligi sababli bu davrda Banusat qabilasidagi ayollarga bolani emizgani berib yuborishadi. Shulardan birini e'tiborga oladigan bo'lsak, payg'ambarimiz tug'ilganlaridan keyin 4 yoshlargacha bo'lgan davr mobaynida Halima Banusat qabilasidan Halima onamiz qo'lida tarbiya topadilar. Va shuning natijasida 4 yoshga to'lganlaridan keyin o'sha payg'ambarimizni onalari Omina onamizga topshirishadi va payg'ambarimiz tug'ilmasidan oldin otalari Abdulloh vafot etgan edi. Va shuning natijasida Abdul Muttalibni taklifi bilan onalari Omina onamiz bilan birgalikda payg'ambarimiz otalarining qabrini ziyorat qilgan bo'ladi. Va shuning natijasida bu Madina shahrida bo'ladi. Madina shahridagi Abvo degan bir dashtlikda ular otalarining qabrini ziyorat qilgan bo'ladi. Shuning natijasida ular qaytib kelayotganda onalari vafot etadilar. Shu tariqa payg'ambarimiz tug'ilmasidan oldin otalaridan va 6 yoshlarida onalaridan ayriladi. Shuning natijasida keyin payg'ambarimiz 8 yoshlargacha bobolari Abdul Muttalib qo'lida va undan keyin esa amaklari Abu Tolib qo'lida katta bo'ladi. Endi payg'ambarimiz 610-yilda vahiy kelishi boshlanadi. Ya'ni payg'ambarimizga payg'ambarlik alomatlarining paydo bo'lishi haqida turli xil nazariyalar mavjud. Payg'ambarimiz birinchi marta savdo ishlari bilan Quraysh qabilasi bilan birgalikda amaklari Abdul Muttalib bilan birgalikda Shomga, Yamanga har doim savdo aloqalar olib borganini borishadi. Birinchi marta payg'ambarimiz 12 yoshlarida Shomga, ya'ni Suriyaga savdo ishlari bilan borishadi va u yerda Busra degan joyda Buxayro degan ruhoniy uchratadi. Va shu tariqa payg'ambarimizga, ya'ni payg'ambarlik alomatlari borligini birinchi marta o'sha Buxayro degan ruhoniy tomonidan Abu Tolib amaklariga aytdi. Endi shu tariqa 17 yoshlarida Yamanga savdo ishlari bilan borishadi. Endi payg'ambarimiz 25 yoshlarida to'lganlarida o'sha Shomga Xadicha onamizni karvonlarga bosh bo'lish maqsadida boradilar va shu tariqa Xadicha onamiz birinchi marta payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga soch jo'natadilar. Amaklari, ya'ni Varaqa bin Nawfal tomonidan soch jo'natadilar va shu tariqa payg'ambarimiz 25 yoshlarida Xadicha onamizga uylanadilar.
Endi umuman olganda payg'ambarimiz Hadisha onamizdan 6 ta farzand dunyoga keladi. Ya'ni ularda ko'rishimiz mumkin Zaynab, Ummu Kulsum, keyin Fatima, keyin Qosim, keyin ko'rishimiz mumkinki keyin kurash olib borish hali to'xtamagan. Shuning natijasida Makka mushriklari va Madinadagi islom olamidagilar bilan birgalikda bir qancha janglar bo'ldi. Bularni ko'rishimiz mumkinki, Uhud jangi bor, Badr jangi bor, Handaq jangi bor va oxiri hijratning 628 yilda hijratning 6-yilida 628-yilda. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan 630-yilda payg'ambarimiz Madinadagi islom olamidagi birgalikda sahobalar bilan birga Makka shahriga yurish qildi. Va shu tariqa 630-yilda Makka fath etildi va islom davlatiga yoki bo'lmasam arab xalifalik davlatiga asos solindi.